Assalomu alaykum azizlar. 280 ga 1,5 prinsipimiz tayyorlanish jarayoni, kraska sepish jarayoni. Bu kraskaga buni birinchi tayyorlab oldik. Kraskaga tayyorlashimiz mana chitlarni baribir mana profilni orqasiga kraska tegmaydi, kirmaydi. Shuning uchun profilni ham hop bortni orasini germetik qilib oldik. Polni hamma joyi shunday germetik qilingan. Mana bu tomonlari germetik qilib chiqqanimizdan keyin mana bu hamma chetini, faqat tashqarisini emas, ichkarisini ham germetik qilib oldik. Mana bu. Mana germetik surtilgan. Bortiga, orqa eshiklariga, hamma joyiga germetik surtib oldik. Mana germetik surtib, ya'ni kim uzoq yil bu kraskasi turadi nasib bo'lsa. Hamma joyi tepa, yonbosh, bu yonboshlari svarka bo'lgan, hamma joylari taklariga mana bu joyda germetik surtib oldik. Hop. Hamma joyini cho'tki qilib oldikda, birinchi gruntopga urdik. Mana. Bu qora gruntopga urdik. Polni ichi tashi poli. Endi mokri sepamiz bunday. Mokri. Chiroyli qilib laki bilan nasib bo'lsa. O'zi laki bor kraskani. Shunday kraska tanlaganmiz. Mokri sepamiz. 2 qator kraska bilan tepasi qora, mana yog'i mokri. Hamma joyini mokri qilamiz endi. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz, bizani kuzatib boringlar. Like, podpisatsiya bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar.